2026 yil 1-iyundan elektr energiyasi va tabiiy gazning yangi tariflari tasdiqlandi. Qarorga muvofiq aholi uchun tabaqalashtirilgan tariflar saqlab qolindi. Elektr energiyasi tariflari quyidagicha belgilandi. 1, 2 va 4 guruh iste'molchilari uchun 1 kWh 1100 so'm. Aholi uchun tabaqalashtirilgan tariflar saqlanib qoldi. Shuningdek, elektr plitali ko'p qavatli uylar va yotoqxonalarda 200 kWh-gacha 325 so'm, 201 dan 500 kWh-gacha 450 so'm, 501 dan 1000 kWh-gacha esa 550 so'm etib belgilandi. Qolgan maishiy iste'molchilar uchun 200 kWh-gacha 650 so'm, 201 500 kWh-gacha esa 900 so'm, 501 1000 kWh-gacha esa 1100 so'm. Yuqori hajmdagi iste'mol uchun oshirilgan koeffitsiyentli tariflar saqlanadi. Tabiiy gaz tariflari esa quyidagicha. Barcha iste'molchilar uchun 1 kub metr 2000 so'm, avtomobillarga gaz to'ldirish shoxobchalari uchun 2750 so'm. Aholi uchun tabaqalashtirilgan tariflar isitish mavsumida 500 kub metrgacha, boshqa mavsumlarda 100 kub metrgacha. 1 kub metr gaz 1100 so'mdan hisoblanadi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan